maktabda diktant tez o'qish bo'lardi esinglardan. Men shu tez o'qishda men atayali kichkina so'zlar bor joyini tanladim. Rosa bir haligi apris bola edimda. Kichkina so'zlar bor joyini tez o'qib berdim. Keyin ustoz nimani tushunding aytib ber dedi. Men qanday qilib bu tez o'qib ham tushunishim mumkin. Men o'zi taklifnomada kimni to'y bo'layotganini tushunish uchun 3 marta o'qiyman. Tushunasizmi? Diktant o'ta san'at asari. Biz sinfda diktant va shu san'at asari edi. Shunaqa sinfdoshlar bormi? Haligi diktant boshlanadi bir 20 minutdan keyin ustoz men qolib ketdim deydi. Qayerda desa diktant degan joyda deydi. U o'ta shunaqa bor. Mana tiyri deb yozib bergan sinfdoshlar bo'lganmi? Menda undan ham san'at asarlari bo'lgan. Tushunasizlar? Qilingan degan so'zni ikkita q bilan qilingan deb yozib bergan. U ustoz aytadi, ikkita q-yu mayli, men g deganim oldin desa, bu g emas bu tutuv belgisi deydi. Tasavvur qilinglar, g dan keyin tutuv belgisi qo'yib qo'yibdi o'zicha, g dan keyin. U o'zicha bilaman deb o'yladi. O'zi umuman bilmaydi qoidalarni. Salomdan keyin ham so'roq belgisi qo'yib beradigan bo'ladi. Bilmayman. Kallaba separatorni singari ishlaydi-da. Men hayron qolaman. Bu qanday qilib bu darajaga tushib ketgan?